narsa Cobalt salon o'qi, ya'ni ichkarida tirqlaydigan salonni o'qi. Ko'pchilik bu narsani salonda o'qidan chiqmaydi deb o'ylar ekan, lekin mana turgan mashina Cobalt. Bu mashina 30 000 kilometr yo'q yurgan, 30 000 kilometr hisobda buni taqilab yonvoz qilib qo'ygan. Ya'ni ruldan aqi-vaqi burganda to'qqilab, qirqlab yonvoz qilib qo'ygan. Bu narsani sizlarga tez qilib o'tkazib beraman. Buni qo'l ushlab turib, qo'l ushlab burasa tirqlagani bilinmaydi. Tashqariga chiqargan holatda bunga nagruska tushganda bilinadi mana. Mana bu joyga metka qo'yib qo'yaman. Ko'rgan bo'lsalaring, mana metka. Endi mana bu holatda mana Kimlarga bilinyaptimi? Xuddi shu narsadan tirqlagan ovoz chiqadi. Buni zaklopka qilish kerak yo'q. Buni faqatgina svarka bilan to'da joyiga svarka tegizib qo'yiladi. Muammo hal bo'ladi. Boshqa muammo yo'q. Buni qanaqadir joylarni ochish kerak, boshqa narsa qilish kerak shart emas. Shuni oddiygina rol o'g'ini pachaqlanadi-da, xuddi shu joyiga 4 dona svarka urib qo'yiladi. Mashina xudo xolasa ko'pda bo'lib, oldingi holatdan radno holatda bemalol akamiz minib yursa bo'ladi. Bu videoda yangi ustalarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.